Hammaga salom do'stlar, fantastik filmlarda o'zga sayyoraliklar mavzusi ko'p ishlatiladi. Asosan ularning maqsadi oddiy, yerni bosib olish. Olamni yo'q qilaman. Ammo bugun biz yerni himoyalagan o'zga sayyoraliklar haqida gaplashamiz. Men turli film va multfilmlardan olingan kelgindilardan to'p 10 talik tuzdim. Eng yomonidan eng yaxshisigacha. Ogohlantiraman, 10-o'rindagi eng yomoni bo'ladi va ko'pchilikka yoqimsiz tuyulishi mumkin. 10-o'rinda 2018-yilgi Yirtqich filmidagi sotqin yovchi. Bilaman, aslida u haqiqiy odamxo'r qotil va bu ro'yxatda u umuman bo'lmasligi kerak edi. Ammo shu bilan birga filmda u odamlarga yovchilardan himoyalanish uchun qurol olib kelgan. Albatta jarayonda u juda ko'plab odamlarni o'ldirgan, ammo texnik jihatdan u yerni himoyalamoqchi bo'lgan. Shu sababli o'zining o'tkir tirnoqlari bilan u 10-o'ringa ilashib qoldi. Sizlarda hammasi joyidami? O'rinda Machomen. U Megamiya multfilmidagi eng kuchli qahramon. Ko'p tomonlama u Supermenga juda o'xshaydi. Uning super qobiliyatlari, kuchi va ayniqsa tezligi juda yuqori darajada. Multfilmda u 1 soniyadan kam vaqt ichida dunyo bo'ylab kezib, o'nlab kitoblarni o'qib chiqqani ko'rsatilgan. Hattoki Megamiyaning ajal nuri, ya'ni yorug'lik tezligidagi nur ham Machomen uchun to'xtab qolgandek ko'rinadi. Shunchaki aql bovar qilmas tezlik. Ammo shu bilan birga u anchagina mas'uliyatsiz. U hech qachon Megamiyaga qarshi bor kuchini ishlatmagan va odamlar oldida tomosha qo'yishni yoqtirgan. Buning ustiga multfilmda ketma-ket ikkita yovuz dunyoni vayron qilayotgan paytda u odamlarni qutqarish o'rniga musiqa chalib o'tirgan. Shu sababli bugungi topda u 9-o'rinda. Qanday jur'at etding? Odamlar senga ishondi. Sen esa ularning ishonchini aldading. 8-o'rinda eski DC olamidagi Marslik ovchi. Mas'uliyatsizlik bo'yicha u Machomendan qolishmaydi. Gap shundaki, bu chala Skrull uzoq vaqt AQSh harbiy generali qiyofasida bo'lgan. Generalzod hujumi paytida oddiy askarlar hayotlarini xavfga qo'yib yerni himoya qilishayotgan bir paytda Marslik ovchi shunchaki dam olib o'tirgan. Lex Supermanni sudga berganida esa Marslik ovchida Supermanni oqlash uchun hamma dalillar bo'lgan, ammo u yana hech nima qilmasdan o'tirgan. Aslida komikslarda Marslik ovchi eng oliyjanob qahramonlardan bittasi, ammo negadir Zack Snyder olamida bu nusxa eng erinchoq super qahramon sifatida ko'rsatilgan. Metal xususiy kompaniyada yaratilgan. Qaysi kompaniyada? LexCorp'da. Kimdir aybni qahramonga to'nkamoqchi bo'lgan. Matbuotda ayting. Asla. Bu maxfiy. 7-o'rinda Dave Minchen. Men bu personajni topga qo'shmasam bo'lmasdi. Bu filmda mitti o'zga sayyoraliklar odam shaklidagi kosmik kemada yerga kelishadi va o'zlarini haqiqiy odamdek tutishga harakat qilishadi. Dave juda yuqori kuch, tezlik va regeneratsiya qobiliyatiga ega. U juda yaxshi qurollangan va vayronkor super qobiliyatlarga ega. Ozodlik oroliga tez, bo'lmasa o'lasan. 6-o'rinda o'zimizning Abdullajon. U Alfabeta sayyorasidan kelgan va Yer sayyorasida ma'lum vaqt yashab ko'rgan. Abdullajon juda antiqa super qobiliyatlarga ega. U materiyani o'zi istagandek boshqarishi mumkin. Jismlarni ko'paytirishi, kattalashtirishi, bir joydan ikkinchi joyga ko'chirishi va hattoki parvoz qobiliyatini berishi ham mumkin. Yana unda juda kuchli regeneratsiya qobiliyati ham bor. Shu sababli uning sochlari hech qachon o'zi xohlaganidan kalta bo'lmaydi. Filmda u o'z qobiliyatlari yordamida o'zi yashagan qishloq aholisiga yordamlashgan va ularning hayotini yaxshilashga harakat qilgan. Ammo bugungi videoda men uni unchalik balandga qo'ymadim, chunki rais otaning ketmoni uchmagan. Siz hech qachon uchmaysiz. Nega? Chunki kechirib bo'lmaydigan jinoyat qilgansiz. 5-o'ringa men Sonicni qo'ydim. Koinotdagi eng tezkor tipratikan. Uning tezligi tovush tezligidan ancha baland. Unga otilgan o'qlar Sonicni umuman xotirga solmaydi. Uning tikanlari juda mustahkam va katta tezlikda tankni ham ag'darishi mumkin. Bundan tashqari u yuqori tezlikka chiqqanida o'zidan elektromagnit to'lqin taratadi va bu juda kuchli chaqmoqlarni hosil qiladi. Aslida u hali yosh va qahramon bo'lish uchun layoqati yetishmaydi, ammo u harakat qilyapti. Blue Justice! You're a terrible hero!
4-chi o'rinda kumush surfer. Galaktusning elchisi va uning kuchi shunchalik kattaki, hattoki sayyora kattaligidagi Galaktusni ham to'xtatib qolishi va orqaga itarib yuborishi mumkin. Uning tezligi esa yorug'lik tezligidan million martalab tezroq. Shuningdek, u telekinez, telepatiya va yana bir qancha super qobiliyatlarga ega. Surfer o'z sayyorasini himoyalash uchun Galaktus bilan birga ko'plab sayyoralarni yo'q qilgan. Ammo navbat Yer sayyorasiga kelganda kumush rang qahramon o'z jonini qurbon qilib bo'lsa-da sayyorani himoyalashga qaror qilgan. Lekin omon qolgan. 3-chi o'rinda Thor, qudratli oltin soch, qasaskorlar jamoasining eng kuchli a'zosi bo'lgan qachonlardir. O'zining eng birinchi filmida o'z kuchidan ayrilgan paytda Thor bir nechta odamlarni qutqarish uchun o'z jonini qurbon qilishga rozi bo'lgan. Haqiqiy insoniylik. Do'stlari uchun u o'z jonini ham ayamaydi. Dushmanlar uchun esa kuchini ayamaydi. Thor bitta zarbada Jotunheim sayyorasining katta qismini vayron qilgan. Zakoviya mamlakatini ham bitta zarba bilan changga aylantirgan. Koinotni dahshatga solgan Thanosni ham to'xtata olgan. Deyarli. Xullas, Thor fantastikadagi eng oliyjanob o'zga sayyoraliklar safida bo'lishga munosib. Sizlar xavfsizlikdami? Ha, shunday. Ikkinchi o'rinda Superman. U shunchaki qahramon emas, u qahramonlik belgisi, ezgulik belgisi, umid belgisi. Superman bu namunali inson, bolalikdagi to'g'ri tarbiya, hamdardlik hissi va po'latdek mustahkam iroda. Superman o'z kuchini ezgulik uchun ishlatadi va bu kuch juda katta. U ulkan kemalarni sudrashi mumkin, yadroviy bombalardan omon chiqishi va hattoki tektonik plitani siljitishi ham mumkin. Uning tezligi yorug'lik tezligiga yaqin. Uning ko'zidagi lazerlar quyosh haroratidan ham qaynoq. Buning ustiga uning sezgi organlari juda sezgir. Ya'ni siz qayerda bo'lsangiz ham sizni ko'radi, eshitadi va yordamga keladi. Shubhasiz Superman ko'pchilik uchun dunyodagi eng oliyjanob o'zga sayyoralik. Ammo birinchi o'ringa men boshqa bittasini qo'ydim. Va bugungi to'pimizning birinchi o'rinida Optimus Prime. Cybertronning eng jasur jangchisi va avtobotlar sardori. Optimus odamlar orasida yashirinish uchun o'zini yuk mashinasiga aylantirgan. Yer sayyorasi va uning aholisi uchun esa o'zini qalqonga aylantirgan. U juda kuchli raqiblarni mag'lub qilgan. Hattoki o'zidan kuchli raqiblarga duch kelgan paytda ham u o'z yaqinlarini himoyalashni uddalagan. Xullas, men uchun fantastika tarixidagi eng oliyjanob o'zga sayyoralik aynan u. Ammo bularning hammasi shunchaki mening fikrim. Sizning fikringiz menikidan farq qilishi mumkin. Balki men qaysidir personajni hisobga olmagan bo'lishim mumkin. O'ylab qarasa, Yerni himoya qilgan o'zga sayyoraliklar fantastikada juda ko'p ekan. Shunday ekan, o'zingizning shaxsiy to'pingizni kommentariyada kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.